Mana shu remen noto'g'ri foydalanganingizda kichkinagina DTPda sog'lig'ingiz uchun jiddiy zarar keltirishini bilarmidingiz? Katta ehtimol bilan mana bu remen hozir noto'g'ri turibdi. Bu mana bo'yin qismida turibdi. DTP bo'lgan paytda bu mana bo'yin qismiga shikast yetkazib qo'yish kerak. Aslida bu yelkada turishi kerak bo'ladi. Uning uchun mana bu yoqdagi regirovka qismida bo'yingizga qarab to'g'rilab olasiz va bu remen qismi sizni yelkangizda turishi kerak bo'ladi. Mana bu qorin qismida turishi kerak emas. Bu toz qismida turishi kerak bo'ladi. Sababi inson organizmida eng baquvvat joylardan bittasi bu toz hisoblanadi. DTP bo'lgan paytda nagruzka tozga tushadi va jarohat olish ehtimolingiz kam bo'ladi. Okey, yana bitta narsa ko'rsataman. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun kichkinagina ma'lumot bo'ladi. Ko'chada mashinangiz qolib ketdi, kimnidir yordamiga muhtojsiz. Mashinani itashingiz kerak, lekin itaradigan odam yo'q. Bu narsani bitta o'zingiz boshqarsangiz bo'ladi. Buning uchun mana shu remen bezopaslikdan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Buni oxirigacha chiqarasiz. Ichiga o'zingiz kirasiz. Remen taqqandek bo'lasizda, mashinani bemalol biron yordamsiz boshqarsangiz bo'ladi. Hozirgi paytda odamlar juda ham agressivniy bo'lib ketdi. Ko'chada yurish oson bo'lmay qoldi. Hamma yoqni qarasang DTP, avtohalokat. Remen taqib yurish hozirgi paytda ham sog'lig'ingiz uchun, ham cho'nchagingiz uchun foyda bo'lib qoldi. Okey? Qiziqarli ma'lumotlar bo'layotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasiz, bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.